Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda va saqlangan Damas mashinasi. Nima uchun saqlangan ukalar? 2008-yil 70 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskalar top-toza, hamma detalli o'ziniki ukalar. Shu chiroyli nomlar bilan general danislargacha ham chiqadi. Qimmat ledlar qo'yilgan, polностью shumkalargacha ham xupushdi. Yangi bo'lgan yaxshi qalpaqlargacha ham to'qilgan. Tonirovka ruxsati yo'q ekan ukalar. Salonlarni ko'ring ukalar. Hozir 24-25 ning salonlar bilan bir xil holatda. Adashmasam bu hozir chiqgan Damaslardan ancha yaxshi. Penerdan yaxshi magnitofon kolonkalarga ham qo'yilgan. O'zini zavodskiy magnitofonlarga ham qo'shib berishar ekan. Video registratorda o'sha antradarlarga ham qo'shib berishadi. Temir gaz bo'luli uстановка qilingan, motor, korobka, ходовой, zadmoslarda ham hech qanaqa muammolar yo'q. Kraskalar top-toza, даже kuzovlarda qirilgan, shilingan joylar ham yo'q. Kimlargadir qimmat bo'lishi mumkin, lekin 2008 da chiqqan Damaslar ancha baquvvat bo'ladi. Narxini o'kelasizlar olib maza qilib minishini uchun $5100 baholandi.